Analizlar boshqa joyda, tekshiruvlar boshqa joyda, davolanish boshqa joyda. Nega hammasi bitta joyda bo'lmasligi kerak? Aynan shuning uchun Ko'ksaroy Hospital tashkil etilgan. Ko'ksaroy Hospitalga kirganingizda hammasi birinchi qavatdan boshlanadi va bu yerda lord, ginekolog, nevrolog va boshqa mutaxassislar ko'rigidan o'tsangiz bo'ladi. Shu yerning o'zida analiz topshirasiz va davolanish rejangizni olsangiz bo'ladi. Yotib davolanish kerakmi? Unda ikkinchi qavat. Ikkinchi qavatda nafas yo'llari hamda asab kasalliklari davolanadi. Har bir palata qulay. Televizor, konditsioner, alohida hammom va balkoni bor. Kuniga 4 mahal issiq ovqat va doimiy tibbiy nazorat mavjud. 3-qavat to'liq yurak kasalliklariga ixtisoslashgan. Bu yerda zamonaviy usullar bilan davolanish va qulay sharoitlar birlashtirilgan. 4-qavatda operatsiya xonalari va reanimatsiya joylashgan. Barcha jarrohlik amaliyotlari zamonaviy jihozlarda amalga oshiriladi. 5-qavat nevrologiya bo'limi bo'lib, bu yerda bemorlar xavfsizligi uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Balkonlarsiz yopiq oynalar bilan. Har bir qavatda esa kichik oshxonalar mavjud. Bemorlar o'ziga qulay paytda choy ichishi yoki ovqatini isitib olishi mumkin. Davolanishdan keyin tiklanish ham muhim. Pastki qavatda fizioterapiya, lazer, magnit, ultratovush, massaj va tuz xonasi mavjud. Shuningdek, basseyn, gidromassaj va kedr bochka kabi qo'shimcha xizmatlar ham bor. Ko'ksaroy Hospital davolanishdan to tiklanishgacha hammasi bir joyda. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.